Apelsinlarni ko'rsatsangiz 22 ming so'mdan kiloga beryapmiz. Korobkaga oladigan bo'lsangiz 21 ming so'mdan qilib beramiz. Jigar keling yaqinroqlar. Bu Afrikaniki bo'ladi. Xitoyniki emas, Turkiyaniki emas. Ko'rishingiz mumkin. Po'chog'i mana juda ham yuqqa bo'ladi. Mana quloqlar sachrashi juda ham suvli bo'ladi. Kiloga 22 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bugungi sana 2-oktyabr bo'ladi. Bananni ko'rsating. Xo'p, banan korolevskiysini, bananni. Xo'p. 16 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bugungi kunga 16 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, jigar keling. Mana bu nokimizda bo'ladi. Urumchiniki. Buni ko'pchilik juda ham yaxshi ko'rib yeydi. Xo'p, buni kilosini sizlarga 16 ming so'mdan qilib beramiz. Katta yashini 16 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, nok korobkasini ko'ryapsizlarmi? Bir korobkasini aynan sizlar uchun 185 ming so'mdan qilib beramiz. Agarda sotishga oladigan bo'lsanglar, 180 ming so'mdan qilib beramiz. Idealini, kivini yashigini ko'rsating. Bir yashik kivi, xo'p, 40 ming so'mdan, 40 ming so'mdan. Assortimentlarimiz tushyapti. Drakonni ko'rsating. Drakonni bugun skidga qo'yardik, aynan sizlar uchun. Xo'p, keling jigar yaqinroqdan. Mana xo'p. Juda ham so'chinisi bo'ladi, juda ham so'chinisi bo'ladi, ideali bo'ladi. Shunday bo'ladi. Xatosiz bo'ladi. Bir donasini 15 ming so'mdan qilib beramiz. 15 ming so'mdan avokado, polni mahsulotlarni tushirib qo'yganmiz. Bizning manzilimiz Beltepa 31B deb yozsanglar chiqadi. Ibn Sino bo'lsa, xo'p, Yangi Toshmiyni eski yo'ldan to'g'riga qarab tushaverasizlar. Shuni 10 qo'lli do'kon, birinchi do'kon bo'ladi, akalar. Murojaat uchun nomerlar bor. Lokatsiyani shunda otaveramiz. Profilimizga kiradigan bo'lsanglar, Telegram kanalimiz bor, kirib olsanglar bo'ladi. Sizlarni hammanglarni kutib qolamiz. Yaqinlarga tarqatib qo'yinglar, obuna bo'linglar. Barakalloh.